Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayıyoruz. Leksiyada silga görüyoruz. Washington'da sözleyimiz bugün çizlağa. 2026 yıl 8. ayının 2. günü. Haftaki Yekşembe vatandaş. Bugünkü vaziyetimizden Eysak Cungo'nun iki kısmındaki özgürlükler. Rast gepler ve yalgan gepler. Rast gepni yalgan davat qalla ve yaki yalganlı rast davat qalla. Başında kişiler köpüyüşke başladı. Baştan ahir vatandaşlar sözlep kilovatını vaziyetten bu partiye yani Cungo Kompartiyası bu devlet yaki Cungo Halk Cumhuriyeti hükümeti özünün yeşini yaşap buldu. Kılacağını kılıp buldu. Bunun berilgen zamanı fırsat endi ahırlaştı vatandaşlar. Moşundaq paytda hazır özü can talışıvatqan bir siyasi hakimiyet çıktı. Bir günü ondaq vaqani o'ttirib chiqib, bir günü bundaq vaqani gapli söz çöçeklerini o'ttirib chiqarib, vaziyatga ta'sir ko'rsatish. Vaziyatga ta'sir ko'rsatish. O'sha vaziyat nima desa hozir Cungo Kompartiyasi 8. ayının 10 yoki 7-8 yil kunlari hisobida bidayxedi yig'in ochdi vatandaş. Bidayxedi yig'inda nimalar qaraldi? Bu qatimi 30. kundagi siyosiy byuroning yig'inida qaralgan narsa partiyani tartiblash. Bu deganlik ochig'ini aytgan vaqtda partiya ishidagi uni xiyonatchi yoki buni raqib yoki siyosiy raqib deb qaragan odamlarni xilma-xil jinoyatlar bilan, masalan, siyasi cinayetini ictimai cinayet bilen, ictimai siyasi cinayetini iqtisadi cinayet bilen qaralab, ularni bir taraf qiladi. Xi Jinpingning bu 12-13 yillik, 14 yillik siyosati dal shuni isbotlab keldi vatandoshim. Biz tuni kunlarda nima dedik? Masalan, Hu Jintao zaharlanibdi dedik. Zaharlanib hayotidan ayrilibdi dedik. Hozirgi ish tugamayapti xabar, yana kelyapti. Onun kendiliğe yetip gelen haberini verdiniz. Ve cevabı kol gelindi deyler. Hu Jintao şu vakti aynı çağda reisiydi. Ve cevabı aynı çağda şu reisinin veziriydi vatandaş. Yani bugün hazır yetip gelen bir parçaya kısa haberde neme deyip söylesem ve cevabının ayalı tekşürlüvatıdı o değil. Ayalı mı kol gelindi? Mesela hazır 34 tonna altın. Ünkümer vayit, ünkümer can, bir liyat ubu degenlik nayte katısı bu zünnet, 34 tonna. Vincabavının ayalı yoşurgan 34 tonna. Şu ünkümer vayit ve altının hemisi aşkarı oldu deydi. Eğer bu rast olduğun bolsa nime, rast olduğun bolsa, yalgan olduğun bolsa sal koymaylı. Xitay'daki her bir emeldar vatandaş, Yezikentler'deki Dadican, Şadican'da tatip Beşiktaş, hemisi hıyanetçi, hemisi oğru. Hemisi oğru. Hıyanetçinin yani bir ismi oğru, oğrunun ilmi ismi hıyanetçi. Hemisi oğru vatandaş. Hazır endi Vincabav'ın ayalı 34 tonla altınğa müşündaq şerik boldu. Yaki oğru şirik boldu. Degende geplerini o'ttirib chiqiribdi vatandan. Bunun üzümünü desem, Vincabav'ni tuni gün emas, yoki 10 kundan keyin emas, dal bugun o'ttirib chiqirib, o 34 tonna oltinga xiyonat qildi degan bo'lsa, bunun kendiki siyosiy maqsad yana bidayxi. Endi bu yerda biz alqab yana bir tahlil qilib boqaylik. Bugun Shaolin maliyasining aytishicha, Cungo bütün memleket bo'yicha 1 yillik harbiy holatga kirdi. Buni qanday o'ylaysiz vatandosh? Masalan, tuni kunlardan 27 kuni Chimpokon nima dedi? Tayvan bilan Uyg'uriston bilan yoki Shinjang bilan Tibetda harbiy bosh qurishni yo'li qo'ydi dedi vatandosh. Bugün endi Shaolin maliyasi nima deydi? 1 yil uzartib degidek bütün memlekette harbiy holat
Siz şunu oynayın, başkalarını koyup durmuş harbiy holat degan narsaga javob beraylik. Harbiy holat qanday vaqt elib berildi? Masalan, davlatga tahdid yetib kelganda, tahdid davlat sirtidan yetib kelganda va yoki tahdid davlat ichidan yetib kelganda. Hozir davlat ichidan yetib kelgan tahdid faqat iqtisodning zavol yuzlanishi vatandaş. İqtisodning zavolga yuzlanishidan kelib chiqqan jungoda qalaymaqonchilik va u yerdagi norozilik, bu yerdagi norozilik nayt oz sonda o mamlakat xarakterlik darajaga yetgani yo'q. Agar o mamlakat xarakterlik darajaga yetsa, bugun kompartiya bo'lmagan bo'ladi. Xo'sh, tashqaridan keladigan tahdid nima? Sizga bizga noma'lum. Lekin Xi Jinping bu ish 5 qo'ldek ayon. Tashqaridan nima tahdidning kelayotganligi den aytganda Xi Jinping bu ish 5 qo'ldek ayon. Şuna bugünkü harbiy holat allaqachon chechilib ketgan, allaqachon parchalanib ketgan, allaqachon kompartiyani qarish tarafiga o'tib, qarish turayotgan jungo jamiyat holatiga javob berish uchun qo'yilgan 1 yillik harbiy holat emas. Bu qandaqdir Xi Jinpingning oldida va jungo degan bu davlatning oldida yetib keladigan intayin sezgir bir vaziyatga taqobil turish uchun hozir mamlakatning ichki qismida tinchlikqa chaqirish, osoyishtalikqa chaqirish, jimjit turishga chaqirish, hargiz egiz pas gap so'z qilmaslik va egiz pas harakat qilmaslik uchun jamiyatni tutib turib, shu oldida yetib keladigan shu vaziyatning o'tkelidan qandoq o'tib olishni Jonanxay bugungi Xi Jinping o'ylayotgan bo'lishi mumkin vatandaş. Masalan, shunday vaqtda men javob chiqib nima deydi? Ho Jintao chiqib nima deydi? Haqiqatan Xi Jinpingda shunday plan bo'lsa, bularning degan so'zlari Xi Jinping tayyorlamoqchi bo'lgan va ko'ngildagi vaziyatni qalaymaqon qiladi vatandaş. Men javobning gap so'zlari, Ho Jintaoning harakatlari Xi Jinpingning ko'ngildagi vaziyatni qalaymaqon qildi. Bu shunday vaqtda ham qo'l qilish shaklida, ham yolg'on yo'da fikr tarqitish shaklida va boshqa shakllarda bu odamlarning og'zini to'qlash kerak. Yoki ularni jimliqqa undash kerak vatandaş. Vaziyat mushak yetib keldi deb aytamiz vatandaşim. Qarang, hozir darvoza taqidi. Bugundan boshlab darvoza taqidi. 9-oyning 15-kunigacha. 15-kundan boshlab yo'lga qo'yildi. Pasport taqildi. İşlemaydi pasport. İnternetle hozir uzun kesil taqib o'tmadi. İnternet tiliqi tordoshlar o'zaro almashtiradigan, fikr almashtiradigan gaplarni hozir o'zaro bir-birini rad qiladigan holatga keltirdi. Masalan, u mani yo'llab berdim desa, o yo'llab qabul qiladigan odam ko'takashing deydigan darajaga tushadi. Internetni cho'chitib o'tdi. Demek internet meydani, cemaat fikir meydani vatandaş. Şuna bütün memlekette her bir halet ilan kılış, cemiyetini tinchlikka chaqirish, asayishlikka chaqirish, qandaqdir hozir aytib bergili bo'lmaydigan, lekin yetib keladigan dahshatli bir vaziyatga taqobil turishni birdan bir yo'lida vatandaş. Ondan başqa yana hozir qisqa xabarlarda va yoki ayrim guruhlarning ayrim fikrlarida Tayvan to'g'risida fikrlar o'zgarishga boshladi. Tayvan to'g'risida fikrlarning o'zgarishga boshlaganligi yana asosi melodiyadan chiqib ketmaydi vatandaş. O melodiya nima edi? Bu yil 4-oyning 10-11-kuni Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi Tayvan to'g'risida dialog, Tayvan to'g'risida suhbat, Tayvan to'g'risida partiyalar o'zaro uchrashuv. Shuningdek, nima ishlar yuz berdi? Kuomintangning raisi Jin Libi Beijingni ziyorat qildi, uning keyindan Amerikani ziyorat qildi 15 kun. Uning keyindan Kuomintangning Avam Kuomintangning parlamentiga qonun chiqarish komitetining raisi Han Guoyi Washingtonni ziyorat qildi vatandaş.
muş jarayonlar, muş ishlar fikir almashtirish, dialoglashish, suhbatlashish. Endi bu gaplarning hammasi Tayvanga markazda qoldi ketayotgan gaplar. Tayvan ustida bo'layotgan gaplar. Tayvan zada qandaq yo'choq. Tayvan zada qandaq tutqa. Tayvan qandaq mavzu. Yoki ish gapdan shu Gomindaga Jungo Kompartiyasi uchun Jungo Kompartiyasining jamiyat o'zgarish hosil qilishi uchun gapni qayerdan aytish kerak? Tayvandami qayerdan? Shundaq masala hozir murakkab holda kelayotganda Jonanxayda u bo'pti, Vinjaboni qo'lg'abdi, Vinjabondan keyin Xo'jintavni zaharlabdi, u bu yana uning keyin yana gaplar chiqishi mumkin vatandosh. Ya bugun kim dedi yana shavlon moliyasi nima dedi? Jungoda moliyani boshqaruvchi konkret ministerdan boshqa umumiy moliyani boshqaruvchi mulozim qochib Amerikaga keldi. Deydi shavlon moliyasi. Shunda xabarlar vatandosh. Vaziyat shunda xabarlar. Shuning diqqat qiling. Bir yil harbiy holat. Bo'libmi buning uchun noqtli qoldi Tibet va Şinjan'da mustamlik Uyg'uristonda harbiy boshqarish. Mushularni yig'inchoqlab kelsangiz, hozir bo'layotgan ish nima emas, oldimizda keladigan ish nima? Masalan, Jungo Kompartiyasi olsun, Jungo hukumati olsun, oldimizda bunga keladigan ish nima? Qanday ish? Xi Jinping balki mush ishlarga tayyorlik qilyapti degan gap aytadilar. Bugungi xabarlarimiz nima sizga? Yetkizib bakımız kısa haberlerden başlaymayız vatandaş. Kısa haberlerden başlaymayız bugün. Sekizinci ayın 2. günü ekranda Xo'jintau to'g'risidagi xabarning intayin inchga taraflari bor. Halqiliq tarafi bidayxi yig'ini. Asli mavzu Xi Jinpingni kim bir taraf qilib o'tmoqchi bo'lsa, şu yok oldu. Jungo torbatlarda Xo'jintau bütün aile zehirlenip bu alemden ketdi ve ketkenligi uçkandak haber bulup tarqılışqa başladı Jungo'da. Salli haber veriyor 8. ayının 2. günü YouTube ekranda. Vinjabon qo'l qilindi. Bidayxiyat buron chopqin ko'tarildi. Rost va yolg'on oralig'ida Vinjabon to'g'risida xabar tarqaldi, qo'l qilindi. Bir necha kishi binodan yiqildi. Bidayxi vaqti boshlandi. Bu balki eng oxirgi qaboatdir. Ko'rdingizmi? Bidayxi balki bu eng oxirgi qaboatdir. Cingyuellik şiirleri 8. ayının 2. günü yurdu. Hukuk görüşü yani bir haber Xi Jinping'in tazalaş hareketi. Kırgınçılık. Wang Qishan, Li Keqiang, Jiang Zemin birisini mi kaldırıp koymaslık? Demek aşılarının hemmisi bir taraf kılıp itilgen adamlar değil. Pulu qaraydigan yıllar 8. ayının 2. günü yutup. Xi Jinping'in ishik taqavelişi, mustabid siyosati Jungoni tezlik bilan urushqa söylep kirmekte. Xolerin torbiti 8. ayının 2. günü yutup. Ekranda Zhang Yusha Xo'jintau Xi Jinping'in yakın yiraklarına ölüm cezası verdi. Xi Jinping her tarafa qarab baktı. Netice olmadı. Açıkını çıkardığı yer tapalmay, Godibon'u qo'lga oldi. Godibon degan kim bu? O'tirdi, yo'q odimiz piyuqsiz paydo bo'ldi. Hozir shu to'rbetga munosabatda yana boshqa to'rbetga aytilishicha, Xi Jinping'in ukisi Xi Jinpingmi? Şu kişini hazır kol gelip uyuyor Allah kaçan onu cehennem yollap bağan gep vatandaş. Kimle kol kal dedisi bundan başladı Xo'jintau diye isim ba. Andi Zhang Yusha diye isim ba. Zhang Yusha kaya durup kol kalıdı o bu gep cevap yok. Şunun Xi Jinping'in ukisi Xi Jinping eğer muamelege uçurganlığı üçün
Bu qatam bular birleşip Xi Jinpingni avar qilyotganda qanday degan gap. Bu Roshanxi Donghu torbiti. Roshanxi Donghu torbiti 8-ayning 2-kuni YouTube. Ekranda video bor. Urush ochdi. Xi Jinping en oxirgi jon talashish bosqichida. Vinjabo hujumtavlardan qo'rqadi. Asli mavzu. Vinjabo Xi Jinping bilan elishdi. Xi Jinping bütün aileni, Vinjabo ailesini qo'lga oldi. Changchun, Sharq shimolidagi Changchun shahar hukumati merkezga qarishtirdi, yani Zhongnanhayga qarishtirdi deydi. Koni Beijing çayxonasi 8-ayning 2-kuni o'tadi. Amerika Qo'shma Shtatlar davlat ishlar kotibi Marco Rubio Jungo'ga taqobil turishda hargiz chekinmaymiz deb ko'rsatdi. Yangi tongliqlar televiziya 8-ayning 2-kuni YouTube. Ofat yana bir xabar. Kayindan kelishga boshladi. Bu qatam burunqiga o'xshamay qoldi. Jiddiy, tez qara. Xi Jinping 1 yillik harbiy holat e'lon qildi. Boshliqqa Shavdon moliyasi 8-ayning 2-kuni YouTube vatandosh. Tövbe. Düşlü turdu kendi birini bile. Hayran ben vatandaşlar. Önce bu ayal qo'lga Ayrım xonaga solab qo'yildi. Xi Jinping Goroyning qaytarma hujumi. BDX yig'iniga ta'sir ko'rsatdi. Cho'ng vaziyat torbiti 8-ayning 2-kuni. 1 soat ilgari. YouTube. Amerikaning yangi Tibet qonuni. Jungo nimadan qo'rqadi? Hindiston cho'ng harakatga o'tdi. Bu inglizcha vatandosh bu. Men buni to'g'ri tarjima qilamadim bilmayman nima deydilar. New US Tibet law. Why China is worried. India big moy. Yani bu şey tercih kıldım doğru mu hata mı bilip bakın akare. Yani ne mi deydi? Amerika yeni kanun Tibet doğrusu ilan kıldı. Jungo nemeden korkudu. Yani bu degene korksam o kanun ilan kılınıp oldu. Korkmasam mı ilan kıldı. Şu bu işteysen degene. Yani Hindistan hareket götürdü degene demek bunun Tibet'ki Hindistan mesulü oldu. Bir degendek. Şunda bir torpilim iken bugün sizlerge tercüme kılıp etkeldi vatandaş. 8-ayning 1-kuni yutdi. Jungo mana Tayvandagi gapchimi, Tayvanga qarta o'zgarishi. Jungo Kompartiyasi urush qilmayli Tayvanni qo'lga keltirdi. Haqiqiy elishish oshkora bo'ldi. Xi Jinping o'yinni o'zgartdi. Siyosiy yo'l bilan Tayvanni qo'lga keltirish, urush bilan qo'lga keltirishning o'rniga o'tdi. Tayvanni siyosiy yo'l bilan qo'lga keltirish, urush bilan qo'lga keltirishning o'rniga o'tdi. 8-ayning 2-kuni YouTube. To'g'ri bitini ismini yozmoqni kechiring. Men joyim bor buni da fikr qiladigan. Mushu gap qaltis gap vatandosh. Xi Jinping o'yinni o'zgartdi deydi vatandosh. Urush bilan hal qilishning o'rniga siyosiy yo'l bilan hal qilishni tashlatdi deydi vatandosh. Gap mana mushaydi bo'lsa hozir bosh so'z deganda 1 yillik harbiy holat dedikmi, mush ishlarning hammasi bir tayyorlik qildi.
Muşundaq siyaset və muşundaq aqibət bir təyyarla qolda vətəndaş. Manağında bütün memleket Allahzadə Cungo'da. Cungoluqla taşqırğı çıxalmaydı. Taşqırdan kirəlməydi. Bugündən başlap Cungo dövlətinin hər qaysı yerlərdə pasport işləş tutuldu. İnternet tordaşlar bir-birini rədd qılıdığan internet qaylandı. Dünyağa nəzər kim bakan? 8-ci ayının 2-ci günü götürdü. Yani bir xəbər, Prezident Donald Trump gençlikni Cungo qoş qollab ötküzüb vermeydiğən bolsa, ya, hata oldu, hata oldu qaldı. Prezident Donald Trump AI texnikisini Cungo'ga qoş qollab ötküzüb vermeydiğən bolsa, Tayvan'ı setip itişiden korkmayımız. Mesela Prezident Trump Tayvan'ı setip itişdi desem eğer AI'ni Amerika Qoşmuş Ştatları Cungo'ga qoş qollab ötküzüb vermeydiğən bolsa, Tayvan'ı setip itişden korkmayımız. Donsan haberleri torbiti 8-ci ayın 2-ci günüdür. Bu bir kısa haber şeklindeki bir özgürlükçü vatandaş. Yani bir haber, Xi Jinping cemaate çelikleşiş faktları aşkarlandı. İşte tak. Cungo Kompartiyası Maliye Başnazarı Veziri veya Wazaret Veziri kaçıp Amerika'ya geldi. Şahlı Maliye 8. ayının 2. günü yotta. Yani bir haber. Cungo'nun tuyuksuz elip bargan çoğun hareketi Tayvan'ı koruşap oruçqa teyyarlık kılış, çağrılaş. Amerika armiyasının bir nefer yukarı derecelik emeldarı ispadı bildirip boş fikir kıldı. Yani boşluğa fikir kıldı. TBBS akbarat doğru 8. ayının 2. günü yutar. Tayvan meselesiyle Tayvan'a münasebetlik kısa haberle dikkat kılan vatandaş. Ama işte yer bulup oldu. Xi Jinping'in devlet ustazı Tayvan'da kiler katımlık saylam ötküzülmeydi dedi. Mavzuda haber 8. ayının 2. günü ben torbiti ilan kılındı haber. Bundan başladı. Bunun manasını mi kendisiniz? Hudan Üniversitesi Şanghay'daki onun da Cungo'nu tədqiqat grubu sorken şunun başlığı Zhang Weiwei deydiğin adamken Tayvan doğrusu oquvchilar sual qo'yibdi. Bu qachon yuz bergan ish? 2025 yil o'tgan yili. Lekin bugun 8 ayının 2 kunida yana yangi xabar shaklida to'g'ri kelib chiqibdi. Tayvan to'g'ri sual qo'yganda Tayvandan ishi bitdi. Tayvan yaqinda bizga qaytib keldi, sizlar bir uxlab qopqichi ozod bo'ladi deganda gapni qilib, tayyor fursat pishib bitildi. Deydiğinde gap sözlerini qilib, o'quvchilarga javob bergan ekan vatandaş. Onun bergan javobi bo'yicha Tayvan u balla uxlab o'rnidan qo'pqanda tuyuqsiz ozod bo'lib qoladigandak shunday gap. Hamma ish bitdi, tayyorlab bo'ldi. O'tgan yili Zhang Weiwei shuni degan bo'lsa, bu yil bu qisqa xabarlarda kelayotgan xabarlarni mazmuniga selishtirib baxshingiz bo'ladi vatandaş. Şuna hozir Tayvan to'g'risida nima o'zgarish bo'lyapti? Demek siz bilen bizga muqammasa ko'z qarashimizni to'g'rizib oldik biz. 4-ayning 10-kuni, 11-kuni Davlat Mahkamasi Amerika qo'shmishlar. Biz shu asosda Tayvan masalasiga muomala qilamiz vatandaş. Shu asosda. Balki shu qisqa xabarlarmi xuddi shu asosda kelayotgan xabarlar. Yani bir haber. Ben Cavan'ın ayağıyla tekşirleşki başladık. 30 tonla altın için tekşirleşki başladık. Demek bugünkü vaziyetimiz bir dakika kıstap geldi. Ben Cavan Hucuntav doğrusu yakı rast, yakı bir 180 otturga çıktı. Bu siyasi vaziyetken bakımda. İkincisi bugünkü en yeni haber Şavlan Maliyesi. Cungo bir yıllık
harbiy holat e'lon qildi. Üçüncüsü nimende vatandaş? Muş haberlerine hammasi qo'shsangiz, vaziyat Xi Jinpingning oldida o'tirg'i chiqqandan keyin mush harakatlarni qilyapti. Yoki Xi Jinping hozirdan boshlab yana oldida yetib kelgan g'ayriy bir vaziyatga qandoq taqobil turish va bu o'tkaldan qandoq o'tish uchun tayyorlik qilyapti. Tasavvur qiling vatandosh.